oddiy bir kecha edi. Dunyo uchun oddiy kecha. Lekin Ukrainaning kichik, uzoq bir burchagida vaqt to'xtab qoldi. Jimlikni osmonni yorib yuborgan gumurlash esa bu urushning portlashi emas, balki undan ham yomon edi. Ko'rinmas halokatli inson xatosi yer yuzida do'zaxni bo'shatib yubordi. Qora tutun, olov, qo'rquv va o'limga to'la bulut sekin, ammo muqarrar ravishda ko'tarila boshladi. Hech kim bilmasdi, hech kim tasavvur ham qila olmasdi. Lekin o'sha ondan boshlab dunyo hech qachon avvalgidek bo'lmadi. Bu Chernobil tarixi, xatolar, qahramonlik va umidsizlik tarixi. Suyaklaringizni qaqshatib yuboradigan bu hikoya hamon tinkangizni quritadi va bularning barchasi hech qachon tugamaydigan o'sha tinch kechada boshlangan edi. Pripyat bo'sh yerda sun'iy guldek paydo bo'lgan shahar. 1970-yilda atom elektr stansiyasi xodimlarini joylashtirish uchun qurilgan bu shahar Sovet zamonaviyligining namunasi edi. Tekis ko'chalar, ko'k oq binolar, maktablar, parklar, teatrlar va basseynlar, velosipedda yuradigan bolalar, sayr qilayotgan oilalar va beparvo odamlar. Bolalar maydonchasida hatto attraksionlar ham bor edi. Arg'imchoqlar keng dashga qarab turgan aylana charx. Kelajak uchun mo'ljallangan bu shahar toza, arzon energiyaning tugamaydigan manbai va'dasi bilan yoritilgan edi. Chernobil AES Sovet atom sanoatining faxri. 5 ta bir xil reaktordan iborat edi. Oxirgi ikkitasi hali qurilayotgan edi. 4 ta ishlaydigan reaktor mintaqaga elektr energiya yetkazib beradigan ilg'or qurilma edi. Stansiya uylar, maktablar, kasalxonalar va sanoat korxonalarini energiya bilan ta'minlardi. Butun mintaqaga hayot baxsh etuvchi yurak kabi. Ammo yaltirab turgan fasad ostida mo'rt bir zaiflik yashirilib yotardi. Reaktorning turi RBMK kamchilikka ega edi. Quvvat juda sekin oshirilsa, beqaror holga kelishi mumkin edi. Ishlaydigan grafitning o'zi reaksiyalarni keskin kuchaytirishi mumkin edi. Konstruksiyada muhim himoya elementi avariya vaqtida nurlanishni ichkarida ushlab turadigan bir navi ichki zirh vazifasini o'taydigan qobiq mavjud emas edi. Loyihadagi kamchiliklar, vaqt va pulni tejash uchun qabul qilingan qarorlar, lekin haqiqiy xavflarni hisobga olmaslik. Oldingi yillarda texnik va muhandislar bu nuqsonlar haqida xabar berishgan. Past quvvatda yoki xavfli manevr paytida reaktor qanday harakat qilishini kuzatishgan. Ammo g'urur va shoshqaloqlik halokatli aralashmaga olib keldi. Hech kimni bu signallarni jiddiy ogohlantirish sifatida qabul qilishga undamadi. Shuning uchun Chernobil AES ishlashda davom etdi. Shuning uchun Pripyat o'sishda davom etdi. Hech kim bu mustahkam tuyulgan tizim allaqachon qum qal'asidek mo'rt ekanini taxmin qilmasdi. O'sha dahshatli chuqur kecha kelmaguncha 1986-yil 26-aprel soat 01:23 Chernobil AES ichida vaqt odatdagidek o'tib boradi. Charchagan texniklar sinov o'tkazmoqda. Bu tez, deyarli oddiy xavfsizlik sinovi bo'lishi kerak edi. Ammo nimadir noto'g'ri ketadi va bu sinov eng og'ir yadroviy falokatning boshlanishiga aylanadi. Shoshilinch qarorlar, chalkash xabarlar, e'tiborga olinmagan signallar. Reaktor beqaror spiralga kiradi. Bosim ortadi, klapanlar javob bermaydi. Keyin to'satdan qorong'ulik ko'r qiluvchi oq nurda ochilib ketadi. Portlash. 4-reaktor portladi. Bino titrab ketdi. Tom osmon sari uchib ketardi. Stansiya ostida olov ustuni ko'tariladi. Ammo bu shunchaki olov emas. Bu radioaktiv grafit, zaharli bug'lar, o'ldiruvchi zararlar. Tanaga singib, uni ichdan xarobalashtiradigan ko'rinmas jim nurlanish. Bir necha kilometr narida Pripyat shahri. Bolalar yotoqda uxlamoqda. Oilalar tush ko'rmoqda. Hech kim bilmaydi. O'ldiruvchi bulut allaqachon ularga yaqinlashib ketayotganini. Shu bilan birga, yorilgan reaktor yonida erkaklar, o't o'chiruvchilar, harbiylar. Ular bilishmaydi. Buni oddiy yong'in deb o'ylashadi. Birinchi o't o'chiruvchi mashinalar yetib keladi. Ularda himoya yo'q, niqob ham. Ular qizib ketgan grafit parchalarini yalang'och qo'llari bilan terib olishadi. Hech kim ularga aytmagan. Bu bir necha soniya ichida o'ldiruvchi nurlanish dozasini yutib olayotganini. Shu paytda ulardan birining allaqachon terisi kuygan va osmonga qaragan.
Binafsha nur kechalikni yoritadi. Juda go'zal shivirlaydi u. Ammo bu nur go'zallik emas. Bu o'limning shakliga kirgan olov edi. Quyosh Pripyat uzra odatdagidek chiqadi, lekin havoda odatiy narsa yo'q. Uni ko'ra olmaysiz. Uni ushlab ham bo'lmaydi. Ammo u yerda ko'rinmas zahar allaqachon bolalar soatlab o'ynab yuradigan ko'chalari, tomlarini va parklarini qoplagan. Budilnik jiringlaydi. Evakuatsiya yo'q. Hukumat esa jim turardi. Pripyatda odamlar har kuni kabi uyg'onadi, ishga boradi, bolalar maktabga ketadi. Ba'zilari to'satdan bosh og'rig'idan shikoyat qiladi. Ba'zilarida esa ko'ngil aynishi seziladi. Boshqalari og'zida ilgari hech sezilmagan metall ta'mini his qiladi. Bu kuchli nurlanish edi, ammo hech kim buni bilmaydi. Ota-onalar sayrga chiqadi. Bolalar shodlanib aylana charxga o'tirishadi. Bu har doimgidek oddiy yakshanba kuni edi, ammo bu ularning so'nggi yakshanbasi. Bu orada reaktor atrofida qo'ng'ir uniformal odamlar, harbiylar, texniklar, olimlar hammasi nima bo'lganini tushunishga harakat qiladi. Lekin hech kim haqiqatni aytmaydi. Ba'zilarini portlagan reaktorning o'zagiga yuborishadi. Bir necha daqiqagina o'sha yerda turganidan so'ng, bas, ularni qusish tutadi. Hushidan ketishadi va terisi qizarib ketadi. Ular tez-tez ko'zlarini ishqalaydi. Sovet rahbarlari avariya miqyosini kichraytirish va yashirishga urinadi. Nazorat ostida deb belgilanadi. Ammo bu yolg'on edi. Reaktor hamon yonmoqda edi. Radioaktiv bulut ko'tarilib, g'arbga, Belarus orqali, keyin Sharqiy Yevropaga, so'ng Skandinaviyaga tarqaladi. U Italiyaga ham yetib boradi. Ammo bu dastlabki daqiqalarda hamma narsa surreal jimlikka ko'milgan. Eng xavfli jimlik, chunki hech kim aholiga ogohlantirmaydi. Hech kim haqiqatni aytmaydi. Shu paytda yana yangi o't o'chiruvchilari voqea joyiga yo'naltiriladi. Ba'zilari juda ham yosh. Ularning yuzlari dubulg'a ostida eriydi. Qizigan po'latga teksa qo'llari kuyadi. Suv bilan o'chirish mumkin bo'lmagan yong'inni o'chirishga urinishadi. Ular o'zlari tushunmaydigan narsa bilan kurashaveradi. Osmonda vertolyotlar zavod ustida aylanadi. Yuqoridan buyruq aniq. Qum, gel, qo'rg'oshin tashlanadi. Tonnalab radioaktiv olovni bo'g'ish umidida. Ammo qalin havo beqaror issiqlik oqimlarini buzadi. Vertolyotlardan biri uchuvchi manevr paytida osmondagi simga tegib ketadi. Rotori sinadi, mashinaning o'zi tik ag'dariladi. Yaralangan lochin kabi reaktor yoniga qulab tushadi va bortdagi 4 kishi bir zumda halok bo'ladi. Bu ko'rinmas qurbon ko'plarga deyarli unutilgan. Portlashdan taxminan 36 soat o'tdi. Pripyat hamon tirik, hamon turmoqda, hech narsa bo'lmagandek davom etmoqda. Bolalar o'ynayapti, ota-onalar do'konda, juftliklar nikoh to'yini nishonlayapti. Ba'zilari nimadir noto'g'ri ekanini seza boshlaydi. Hattoki qushlar osmondan qulab tushadi. Barglar bir necha soat ichida sarg'ayib ketadi. Odamlar tobora zaiflashib boradi. Sarosima, bosh aylanishi, burundan qon kelishi. Ammo hech kimda kechayotgan narsaga nom berishga jur'at yo'q edi. Keyin to'satdan buyruq keladi. Baland ovozda evakuatsiya e'lon qilinadi. Faqat zaruriy narsalarni olishlari va 3 kundan keyin qaytishlari aytiladi. 3 kun bu rahmdilona yolg'on edi. Bu yerga hech kim qaytmasdi. Avtobuslar to'da keladi. Cheksiz navbatlar. Odamlar bir-birini quchoqlaydi, yig'laydi. Bolalar qo'lidan mahkam ushlab oladi. Ba'zilari hayvonlarni olib ketishga urinadi. Ammo ko'p uylar ochiq qoladi. Yarmiga yeyilmagan ovqat, ochiq eshik, polga sochilgan o'yinchoqlar. Har bir narsa vaqt ichida muzlab qolgan xotiraga aylanadi. Pripyat jim o'ladi. Atigi 3 soatda 45 ming kishi evakuatsiya qilinadi. Bilmasdan, tushunmasdan, o'zini himoya qila olmasdan. Sovet hukumati yangilikni to'xtatib, dunyo bilmasligini ta'minlashga urinadi. Ammo endi quyoshni barmoq bilan yopib bo'lmaydi. Yuzlab kilometr naridagi Shvetsiyadan atom elektr stansiyasi asboblari anormal nurlanish ko'rsatkichlarini qayd etmoqda. Ammo u yerda hech qanday avariya bo'lmagan. Bu qayerdan keldi? Javob Chernobyldan. Ammo buning uchun juda kech edi. Shu orada Moskvada yana yirik sovet shaharlarida aholi deyarli hech narsa bilmaydi. Yangiliklarda kichik sizilish, hech qanday xavf-xatar yo'q deyiladi. Ammo sahna ortida olimlar va generallar biladilar.
tiklab bo'lmaydigan yara ochiladi. Nurlanish darajasi yer yuzini xarobalashtiryapti. Yer ifloslangan, suv ham, havo esa zaharli. Falokatni bartaraf etish uchun yuborilgan likvidatorlar, harbiylar, ishchilar va konchilar kecha-yu kunduz ishlaydi. Yengil kostyumlar, oddiy niqoblar kiyib, ular frontga chiqadilar. Ba'zilari tomga chiqib, radioaktiv grafit parchalarini kuraklaydi. U yerda o'tgan har bir soniya umrlarni qisqartirayotganini bilib, ba'zilari 60 soniya, ba'zilari bir necha kundan keyin o'ladi. Reaktor hamon tutun chiqarmoqda. Har bir nafas o'limga bir qadam. Yadro materiali stansiya ostidagi suv tagiga yetib borsa, bir zumda kilometrgacha hamma narsani yo'q qiladigan portlash bo'ladi. Yagona umidsiz yechim reaktor ostiga tunnel qazib, ichidan sovutish. Shunday qilib, ular keladi. Donetskdan, Tuladan, Sibirdan. Kul va changga botgan, qo'ng'ir og'ir ishga o'rgangan konchilar. Ular ventilyatsiyasiz, himoyasiz ishlaydi. Issiq shunchalik kuchliki, ko'pchiligi faqat kaska kiyib, qavargan qo'llari bilan yalang'och ishlaydi. Qo'rqish uchun vaqt yo'q. Savol so'rash uchun ham ular qaziydi. Chunki kimdir qilishi kerak. Millionlab ustalar halok bo'lishi mumkin. Shu orada sarkofag quriladi. Hayotni tutib qolish uchun emas, o'liklarni ko'mish uchun. Beton va po'lat plitalardan tuzilgan ulkan inshoot bir necha oyda quriladi. U 10 yillar chidashi kerak edi. Lekin bir necha yildan so'ng allaqachon eski bo'lib qoladi. Ammo aynan o'sha daqiqada yopilishi kerak edi. Chernobil yonayotganda Yevropa xavotirlandi. Radioaktiv bulut chegaralarni, osmon va dengizlarni, tog' va tekisliklarni bosib o'tdi. Germaniya, Italiyada maktablar yopildi. Avstriyada onalarga emizmaslik buyurildi. Shvetsiyada yangi sabzavotlar taqiqlandi. O'rmonlarda nurlanish o'lchandi. Ammo haqiqiy ma'lumotlar ko'pincha kichraytirildi va yashirildi. Aholi qo'rqdi. Nima uchun hech kim buni tushuntirmasligiga tushunmadi. Dushmanni ko'rib bo'lmasdi. Shu orada portlashga eng yaqin tumanlarda hayvonlar qirila boshladi. Itlar kasal bo'ldi. Daraxtlarning rangi o'zgardi. Qizil o'rmon paydo bo'ldi. Bu o'simliklarning nurlanishi ta'sirida ichidan kuygan hudud. Tirik bo'lgan hamma narsa o'zgarib ketdi. Chernobil yonishdan to'xtadi, ammo o'ldirishdan hech qachon to'xtamadi. Haftalar, oylar o'tdi, ammo nurlanish qoldi. U tanaga sekin singib bordi. Ko'rinmasdan, ovoz so'zsiz, ammo hamma yerda iz qoldirdi. Stansiya yaqinida bo'lgan o't o'chiruvchilar, askarlar va ishchilarda dahshatli alomatlar namoyon bo'ldi. Sochlari to'kildi, ichki kuyishlar, qusish va juda yuqori harorat kuzatildi. Ko'pchiligi o'ldiradigan darajada kuchli og'riq ichida jon berdi. Bechora shifokorlar ularga yordam berishga urinib, nima qilishlarini o'zlari ham bilmadi. Bularning ichida bolalar ham bor edi. Keyingi oy va yillarda tug'ilgan minglab bolalar jismoniy va ruhiy muammolar bilan tug'ildi. Ba'zilarida juda kichik yurak, boshqalarida ko'zlar haddan tashqari uzoqda, boshqalarida esa qalqonsimon bez o'smasi. Radioaktiv bulutga ta'sir o'tgan yoshlar orasida eng keng tarqalgan kasallik bo'ldi. Qurbon sonlari hali ham bahsli. Ba'zi baholashda bir necha ming, boshqalarida esa 100 mingdan ortiq deyiladi. Ammo raqamlar yetarli emas, chunki har bir raqam hayot, tarix va yuzdir. Bugun Pripyat arvoh shahar. Singan derazalar bo'shlikka tikilib turadi. Zanglagan attraksionlar hech qachon aylanmaydi. Yotoqlardagi qo'g'irchoqlar chang bosgan. Har bir bino muzlagan xotira, har bir burchak uzilgan hayotni hikoya qiladi. Butun bir mintaqa kabi katta bo'lgan istisno hudud geografik yara. Tabiat qaytdi, ammo g'alati, o'zgargan tarzda. Bo'rilar, kiyiklar, qushlar xarobalar orasida yashaydi. Ammo ular sog'lommi? Hech kim bilmaydi. Vaqt to'xtab qolgandek. Yer o'z nafasini ichiga yutib qolgandek tuyuladi. Hech kim tasavvur qila olmaydigan narsa bor. Fan, mantiq va qo'rquvdan tashqarida bir narsa. Chetlashtirilgan hududda tashlab ketilgan qishloqlar, jim o'rmonlar, ifloslangan dalalar ichida ba'zi odamlar qaytgan. Qara dehqonlar hammasini yo'qotgan, ammo ildizlarni yo'qotishni istamagan erkak va ayollar. Yog'och uylari, tovuqxonalari, bog'lari, qadimiy quduqlari bilan qaytishgan. Ular yolg'iz yashaydi yoki kichik guruhlarda. Yer
Suv va havodan qo'rqmaydi. Kartoshka ekadi, echki suti ichadi, kechqurun o't yoqadi, ibodat qiladi. Va hammani hayratga soladigan narsa, ularning ko'pchiligi sog'-salomat. Ular o'sha yillarda 10 yillardan beri yashaydilar. Dori-darmonsiz, kasalxonasiz. Ba'zilari hatto 90 yoshdan oshgan. Hatto ba'zilari ko'chirilgan odamlarga qaraganda kamroq kasal bo'lgan. Olimlar ularni o'rgandi. Javob izlab albatta, ammo balki javob yo'qdir. Balki bu odatning kuchi yoki balki o'z yerga muhabbat qo'rquvdan kuchliroqdir. Chernobil faqat joy emas, bu tarixdagi yara, insoniyat tanasidagi chandiq. Endi olov ko'rinmaydi, endi o'kirish eshitilmaydi, ammo og'riq hali yer ostida, tanalarda, yurak dillarda yashiringan. Chernobil faqat falokat emas, bu ogohlantirish. Faryod, inson manmanligining tabiati qonunlarga qarshi chiqishda nima bo'lishi mumkinligini to'xtovsiz eslatadi. Biz tushunmagan narsani qurdik, belgilarni e'tiborsiz qoldirdik va jimlik bilan vaqt va jonlar bilan to'ladik. Ammo bu jimlikda nimadir qarshilik qiladi. Xotira, jasorat va haqiqat. Chunki Chernobil tugamadi. U hali ham shu yerda. Bizga eslatish uchun. Ya'ni nimani? Har bir tanlov o'z narxiga ega va hatto eng chuqur vayronagarchilikda ham hayot doimo yana nafas olish yo'lini topadi.